Assalomu alaykum. Bu videoda endi maktabdagi sinflarni yaratamiz. Ya'ni bu Foreign Manfamasda maktablar sinflari bo'lim orqali yaratiladi. Yaratish tugmasi bosilib, tartib raqami men oldin bitta yaratganim uchun 2 qilib ketaman. Demak, birinchi sinflar A, biri klass avtomatisi chiqadi. Holatini aktiv qilib qo'yamiz, saqlash. Yanada shu etap ketma-ketligida hamma sinfni to'liq yaratib olamiz. Hammasini holatini aktiv qilib qo'yamiz. Maktabda nechta sinf bo'lsa, ya'ni birinchi sinflardan 4 ta sinf bo'lsa, ya'ni 1 bo'ladigan bo'lsa hammasi kiritiladi. Ikkinchi sinflarda ham xuddi shunday. Nechta sinf bo'lsa, o'sha hammasi kiritilishi lozim. Sinf holati har doim aktiv va saqlash tugmasi orqali boshlanadi. Maktab sinflari bo'limida o'sha oynada butun maktabdagi sinflar ro'yxati shakllanib turishi kerak.